Qashqadaryoda mamnun mijozlar qatorida ustalarimiz qanday ishlashyapti, fikrlarini bilamiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Begzod aka, yaxshimisiz? Sog'lig'ingiz yaxshimi? Mas'ul ustalarimiz haqida o'zingizni xolisona fikringiz aka. Xolisona fikrim endi nima deydik? Ko'p maqtasa ham xalqqa u sal nima deydi, lof deydimi? U maqtash kerak emas, men mazza qilyapman. Shu aytilgan gap, mana misol juda ko'p 6 ta 7 ta gruppa usta ishladi. Hatto boshqa tomchilar ham keldi. O'zimizning Qashqadaryolik tomchilar ham keldida. Juda go'zal yopibdi taxtani. Mana o'sha taxtadan ma'lum qanaqa yopilishida. Tomchilar maqtagandan keyin men nima deya olaman masalan? Zo'r. Endi nimasi juda go'zal, mana bu figuralari, boshqalari. Aka, tomni zo'r yoptiribsiz, deyapti masalan. Zo'r. Tanish bilishlar. Internetda ko'rib, bizga aloqaga chiqdik. Ha, Master Tom Instagramdan topdim, boshqa qildim. Yo'q, gap so'zinglar, muomalanglar. Menga asosan birinchi o'rinda muomala. Ming sizlar zo'r professional bo'linglar, juda zo'r o'zingizlar ishinglar ustasi bo'linglar. Muomalalaring bo'lmasa, men o'zi bo'ldi, aytmay, sraz aytmay qolaman. Ming uni kvadratidan 10 ming arzon qilasizlar, 5 ming arzon qilaman, u foydasi yo'q. Odamda birinchi o'rinda muomala. Zo'r. Shu tabassum, muomala. Hop, shu o'rinda bir narsani ham so'rayman. Aka, internetda ko'pincha boshqa profillarda internetda ko'rgani bilan hayotda ko'rgani bir boshqa chiqishi mumkin. Bizda qanaqa ekan? Shu haqida ham xolisona. Men naborot, men hozir darvozaxonani o'zini ko'rib maza qilyapman-da, to'g'ri. Bu internetda u video, roliklar baribir ozgina xira qanaqadir bir nimada endi u real zo'rda, realni ko'rish boshqacha-da. Qashqadaryolik hamshaharlaringizga Master Tomni tavsiya qilasizmi? Albatta. Narx bo'yicha ham, sifat bo'yicha ham, bolalarning mehnati bo'yicha ham. Agarda siz Qashqadaryolik bo'lib, uyingizni tomini yoki obyektingizni tomini yopmoqchi bo'lsangiz, bemalol quyidagi raqamlarga aloqaga chiqsanglar bo'ladi. Borib o'lchash va hisobingizni chiqarib berish mutlaq bepul. Akam, yuring endi bir Qashqadaryocha go'sht yeymiz.